Assalomu alaykum, umr azizlarim, mening tanishlarim. Salomatmisiz? Yana bir go'zal kunga yetkazgan Allohimga sanolar, hamdlar bo'lsin. Alloh har lahzangizga barokat bersin. Doimo sog'liklar, baxtiyorlar, omadlilar qatorida qilsin deya bizlarga yetib kelgan navbatdagi samimiy tabriklarni o'z sohibasi tomon yetkazish baxtidan mamnunmiz. Qani boshladik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Faridaxon ona, sizmisiz? Ha, menman. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat qizim. Bugungi ayyomlaringiz, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat qizim, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, inshaalloh barchamizga rozi bo'lsin onajon. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan, yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilib turibman onajon. Ijozat etsangiz, birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olaman, maylimi? Mayli, Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Allohim sizni sevgan bandamdir desin. Rasululloh chin ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohimizga sevgili banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz nurafshonli tabarruk 62 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat qizim, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat onajonim, bolingizga shukr. Alloh umringizni uzoq qilsin. Ilohim yuzlarga kirib, yuzlardan oshib, yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring ilohim. Rahmat. Rahmat onajonim. Onajon, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan. Aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Kimni? Aytingchi, kim ekan? Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasam onajonim, o'zimiz sizga yordam beramiz. Bizga murojaat qilgan insonlaringiz, farzand ne'matlaringiz bizga murojaat qilgan Mavlidaxon qizingiz, Xolidaxon qizingiz, o'g'lingiz Hasan nomlaridan sizni chin qalbi bilan tabriklab qolishar ekan va albatta kuyovlaringiz nomidan ham chiroyli tabriklarni yo'llab qolishadi. Kuyovlaringiz Lochinbek va To'xtasin akalar va barcha yaqinlaringiz nomidan farzand ne'matlaringiz sizni chin qalbi bilan tabriklab, siz uchun juda chiroyli samimiy tabriklarini omonat qilib bizga topshirgan onajonim. Ijozat etsangiz albatta shu farzand ne'matlaringizni sizga atagan chiroyli maktublarni o'qib eshittirsak, maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasam qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum aziz va mehribon onajonimiz. Bugungi qutlug' kunda barcha farzandlaringiz nomidan sizga eng samimiy tabriklarimizni izhor etamiz. Siz hayotimizning ma'nosi, oilamiz tayanchi, duolaringiz esa yo'limizni yoritib turadigan nurdir. Bizga bergan mehringiz, sabr toqatingiz va oq sutingiz oldida umrbod qarzdormiz. Qalbingizdagi barcha yaxshilik, tarbiya va insoniylik avvalo sizdan. Qanday bo'lmasin, har doim yonimizda turib duoyingiz bilan quvvat berib kelyapsiz. Barchamiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolo sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, xotirjam va baxtli hayot nasib etsin. Yuzingizdan tabassum, xonadonlarimizdan baraka arimasin. Biz farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va doim siz bilan faxrlanamiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin aziz onajonimiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bilib-bilmasdan dilingizni og'ritib, ranjitib qo'ygan bo'lsak, bizni kechiring. Nimaiki yaxshiliklar bo'lsa, barchasi sizga armug'on bo'lsin onajon. Juda ham sizni yaxshi ko'ramiz. Bizning jon kuyarimiz, o'zidan ko'ra farzandlaring o'laydigan mehribonimiz, bizga yurishni, turishni, gapirishni, hayotning oqu qorasini o'rgatgan buyuk muallimamiz, bizning haqiqiy do'stimiz, chin yurakdan qayg'uradigan jannatimiz. Bugun sizga hech qachon ayta olmagan gaplarimizni aytmoqchimiz. Onajon, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Siz borsiz, hayotimiz nurli. Siz borsiz, qalbimiz xotirjam. Siz borsiz, biz hali ham bolamiz. Onajon, siz bizning jannatimizsiz, sabr gulimizsiz. Siz ko'zlarimiz nurisiz. Sizga qancha ta'rif bersak ham tilimiz ojizdir. Bizga bergan mehringiz, chiroyli tarbiyangiz va hayotni o'rgatganingiz uchun sizdan cheksiz, chegarasiz minnatdormiz. Barcha
yaxshi kunlarimizda boshimizda duogo'yimiz bo'lib o'tirishlik hamisha nasib etsin. Hech kim ketsa sizdayin bo'la olmas ekan, ozordan nariyoqqa o'ta olmas ekan. To'g'risi siz kabi sog'inmas ekan, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Tunlarni o'tkazar orom bilmasdan, ne topsa yedirar o'zi yemasdan, yelib yuguradi to'ldim demasdan, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Qorong'u kunlarim ortda qolganda, sevinar men uchun omad kulganda, Allohga shukr deb duo qilganda, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Mendan yaqinlarim ketishganda jim, anglasam sizdayin yonmadi hech kim. Yomonlar bag'rimni qilganda tilim, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Taqdirning hukmiga ko'nib boramiz, goh ulovda, gohi piyoda yurib boramiz. Kimlar kim ekanligini bilib boramiz, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam. Gullar g'uncha ochar jannat bog'imda, nelar uchragaydir bilmam yo'limda. Siz bo'ling eng go'zal baxtli chog'imda, mehrini minnatsiz bo'lishgan onam deb barcha farzandlaringiz onajon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Boringizga shukr onajon. Alloh umringizni uzoq qilsin. Va albatta farzandlaringizni iltimoslariga binoan chiroyli taronalarimiz ham siz uchun yangrab o'tadi, qabul qilib olasiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mushti parimjon onam, omonmisiz, sog'misiz? Siz baxtimga bormisiz? Siz baxtimga bormisiz? O'zingizga yetmasdek, mening dardim hamuskak. Yana yurak qilib qon, chidaysizmi onajon? Chidaysizmi onajon? Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun Onajon, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat qizim, Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Rahmat Ishinglar onajonim. yo'li bo'lsin. Aytganingiz kelsa rahmat onajonim. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Xudoyimdan Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Rahmat. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling. Bo'pti, rahmat qizim. Xo'p, bolam.